Ko'rayotganinglar Aylanaz Guruhi nomidagi Tamoq pishdi programmasi. Aylanaz Guruhi qarmog'idagi yemak-ichmak so'rinlari va Babur Vodiy chiniqish markazi sizni qizg'in qarshi oladi. Tamoq pishdi programmamizni Xinjiang O'zchin yemaklik cheklash shirkati O'zchin taom qurishlari alohida qo'lladi. Hayotda shirin xiyollar bo'lg'inimi yaxshi. Ammo har narsaning normal bo'lg'ini yaxshi. Xinjiang ichimlikini ichib turishni unutma. Elimizdagi danglik korxona Huabi dorigarligi ishlab chiqargan Aylanaz Xinjiang ichimligi. Aylanaz Xinjiang ichimligi. Xinjiang Aylanaz Guruhi. Xinjiang. Xo'shalliq oilangizda. O'zchin yurishlikdan tetik qo'llari. Farida, oy, kapıldınız mı? Oy, Ekber aka, küçük buldunuz mu bugün? Vay, gepini qilmang. Ballar ne qarang. Ben bu bir kurs qilib beray deb, usul o'ynashga qiziqman, lekin toza yaxshi o'ynayolmayman-ku. Shunga bu ballarimni menga o'xshash bo'lib qolmasin, cho'ng o'qandi deb. Hozir shu usul kurslar bor emasmi? Shuning qilmishni bir tarbiyalay deb, shanba-yakshanba bekaj degandan, shuni berib Apırıp ekiliş jarayonida sal ayol bo'lib qoldim, shuning bilan vaqt ketdi. Qarsan sizning shu mengishtirimiz, kirishtirimiz boshqacha turdi bu. Usul kurs qilib balangizni beryapsiz, o'zingiz beryapsiz. Mening shundoq o'rgangim bor, lekin cho'nglar o'qib turgan kurs yo'q emasmi? Bu qarsangiz men toza bir o'rganib qandaq bo'lsam, bu qarsangiz xato, lekin bir narsani o'rganimiz deydiganmiz, qachon boshlasak, shu vaqtning o'zi eng yaxshi vaqt. Shuning uchun kechikmaysiz. Bu orzungiz uchun amalga oshadi. Unda bo'lsa usulga kirishni xohlaysiz. Xohlayman. Unda qolsa bugun naq gapda biz bugun programmamizga maxsus bir kasbiy usul o'qituvchisini taklif qildik. O'shdaqmi? Unda biz qizg'in olqishlarimiz bilan taklif qilib olamda. Bo'ldi, unda qolsa sahnamizga usul o'qituvchisi Guzalay va uning yo'ldoshini taklif qilamiz. Qani qarshi olamiz. Yaxshisiz. Guzalay usul o'qituvchisi shundaqmi? Shundaq. Undaqda yo'ldoshingiz ismim Abdusalom. Muzik bilan shug'ullanaman, ayol usul kasbi bilan. Shundaq ekanlar, undaq sizlar san'at beg'idiki bir jupkansizlarda, ha? Nihoyat yaxshi. Bugun qimmat vaqtingizni chiqarib, bizning tamoq pishdi programmasiga alohida kattaginlarni qizg'in qarshi olamiz. Undaqda bugun bizga zot qandaq bir isil tamoqni etib berishni o'ylashdinglar. Shundaq taqozar bo'lyapmizda. Zalyan Jembing qatlama. Bu qatlama nurg'un yillik tarixga ega Xi'anning Lingchang degan naysida barliq kelgan. Biz hozir mushni itibamekçi. Undaqda bu taomni sizlar Xi'an deganmi yoki boshqa yerda deganmi? Yo'q, balam 4 oylik bo'lganda yo'ldoshim sayohatga qildi bizni. Shu Nanjingda sayohat qilish jarayonida. Qarsam san'atlik, men shunday yiqib qoldi shuning bilan o'ginaymi desam, o'gining dedi shuning bilan o'ginib qolgan. Hikoyasi bor ekan bu Jembingning ha. Asli bizning ko'nglimizda bir hafta sayohat qilaylik degan, bir hafta sayohatimiz mushnolar uzrab 20 necha kun bo'lib ketdi. Shu mushni o'ginish uchun. Chunki shu vaqtda balam ilqi imbatgan bo'lg'achqa shuna jabba bo'ldi, lekin shundaqmi bir tarafdan balam qarab, bir tarafdan o'ginib 10 necha kun yerda o'gandingiz. Undan keyin qaytib kelib, hozir mushunani igilib oldinglar. Bulda qolgan gapni biz tamoqni atkash, yana parangiz shaydi. Unda bo'lsa bir tayyorliklarni qilib olsak, tamoq etishga boshlab ketamiz qamsa. Koinotda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Xinjiang Aylanaz Guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planit deya qayerda siz desa, men planitda der. Aylanaz Guruhi plan musiqali taomlar restorani.
qadimiy chino moylari. Görümen dostlar, görüvatqanlar Aylin az guruhi namidagi tamoq pishdi programmasi. Shunda programmamizni o'z uchun tam qurishlari alayda qo'llagan. Xo'sh, programmamiz qaytib keldik. Endi shu tamoqni tayyorlashdan burun ketadigan material qurishlarni bir tunishtirib o'tamdik. Güzel bir tanıştırib o'tamsiz? Bu çaynikimizin içinde buğday unu bilan qo'naq un bor. O'zining shu miqdoriga qarab suv quyib aralashtirib, suiqalat, umachalat keltirib olsak bo'ladi. Andan keyin tuxum, sebze, tarxamak, shansay, quymoqimiz, andan keyin zichay, meyada kolbasa, qiyizimiz, andan keyin to'qi go'shtlarimiz, andan keyin bu qiyamni odatda oilda o'zimiz tayyorlab keldik. Lazjam. Buning ichiga sinjang, samsaq, ankin lazini aralashtirib, o'zinglarni ochiq qiyam shaklida keltirib, o'zinglarni iste'mol qilib, oil tanishlasanglar. Mana qanda. Bo'ldi. Undaqda endi mushu ketadigan materiallardan boshqa men qarsam bu yerda hammadan eng muhim bir narsa bor. Bu yo'g'on bir qozon turdi bu yerda. Bu asbob. Bu asbob bu uyda bo'lmasa biz qanday qilamiz endi? Shu qo'ynan yo'q, men shuni o'ylayapman. Balkim hammamiz oilamizda bunday qilqi, cho'ng qozon bo'lishi. Bunda qo'lsa oyilda qana qilamiz? Oyilda go'shtdan soldigan tovuq mana. Tigi tuz qozonlar bor. Shunda asak bo'laydi, nayt qolaylik. Onu qilsak bo'ldi shunda, ama unda bo'lsa buning biz faqat bugun etish usulini o'rganib olsak, uyda shu siz degan tovuq qozonlarni asak bo'ldi ekanda. Xo'sh, shundaqda etishni boshlab ketamiz. Birinchi qadamda qaysi mashg'ulotni olib boramiz? Başta o'tni yoqmaymiz. Qozonning ustini oziq yog'lab olamiz. Undaqda yoqsa bizning programmamizni qo'llagan shu qadimiy chinorning yog'dirib bor. Men shuningda beray sizga qanchalik ketadi? Bir qo'shiq. Az ketirgan. Mana yog'dim bir qo'shiq. 1 2 3 bo'ldimi? Bu qizib qoldi-ku deyman hozir, ha? Qozonlarimiz qizib qoldi. Hamsa boshlab ketamdik. Endi tayyorlab olgan qo'naq bo'ldi. Manda qo'ydik-da buni. Masalan, oyilda bo'lib qolsa qanday qo'yib? Oyilda bo'lib qolsa, oyilda chumishni qilsak bo'ladi. Tayshi manda. Voy, ajab. Buni mana oylandirsizda. Hammadan ma asbab muhimkan ma va. Cho'giltishga. Cho'gilaydiganlar harakat bak tez bo'lishi kerak-da. Amaningda. Tuxumni bir qavat ustiga manda qilganmiz-da. Ay, qarang Akbar aka, buningda qarang Jembiningki materiallarda ko'ksayin bor ekan, beliq go'shi, to'xi go'shi, oqsilto'liqlar. Uning ustiga tuxum bor ekan. Oziqlik qimmatimi? Hali yuqori o'xshaydi go'zal-ya. Bu Jembinning oziqlik qimmati eng yuqori bo'ladi. İçinde tuxum bor, quvvat bo'ldi. Andan kunjut, qari kunjut bor, hozir mishni ustiga qilma, qari kunjut. Andan keyin masayla, savza, ko'rishga o'tiring, tayin yaxshi. Bolalarım eng yoqtirib yeydi. Bu sog'lom yemeklik. Sog'lom yemeklik. Andan keyin samirtaydi deyman. Yo'q. Tuxumni sap bo'lgandan keyin kunjutni solamiz shundami? Qari kunjutni. Qarsam, bek netis, buningda mush o't kuchini qanday tanishaymiz go'zal-ay? Bo'shdan sak. O'tni intayin bo'shdan shaymiz. Bo'lmasa qatlamaz. Tutib olgan. Tutib oldi. Daxlayib deyib. Andan keyin ma tayyorlab olgan qiyamimizni o'zimizning iste'mol asosan jiq az surksanglar bo'ldi. Masalan, boya siz qiyam to'g'riliqni da'vatdingiz. Qiyamning ichiga biz odatda sinjang deganda, andan keyin samsa, piyoz, andan keyin lazni uni. Hozir endi buni so'kib oldik, shundaq-ku? Ha, so'kib oldik. Buni tuxumni matarpiga, tuxum, kunjut. Ana matarpiga qiyamni. Qiyam altin. Bosh qurishlar. Qirg'ishni, appa so'zni qilib bersangiz. Absalom mana. Endi mana navbatda. Diqqat qiling, qo'lingizni kesib olibdi. To'g'rimi? Ha, yana uzun, ha. Ha, tugab ketdi, to'g'ri. Bo'ldi, yetdi dosh. Mana. So'z tayyor bo'ldi. So'zimizni. Shuni chiroyli to'g'ratasiz. To'g'ri turgan ekanda. Ochmish qilib turma. Ha, shu qarsam. Shunda andan keyin mau. Tarxamak qilmasini.
Ananiki masayımızı dizaynım qilamiz. Buni qirimiz. Buni shuni servis qilamiz qirimiz. Bo'ldi, yaxshi yetadi. Bu dizayn intayin foydali. Qimmat intayin yuqori bilasizlar. Şansayını parçalamayın, bütün alaydılar. Şansayını To'g'ri versin bo'ldi. to'g'ri versak bo'ldi odatda. To'g'rimay, bunda qalat qo'ysak bo'ldi. parçalasak bo'lganda qo'limiz bilan. Ay ishqirga berib yo'lga kettiribman bu jambingni siz otsalarni yoqtirib qoldim dedi. Shunda men unga siz ugunishni qaror qildingiz. Berib ugunay desangiz, yalaqa ustam nima dedi? Amaliyotda men tug'ib 4 oylik bo'lganda kecha aramayış yo'q. Pek charchab qoldim. Yo'lishim sayohat qilib kelaylik degandan keyin Nanjingga sayohat qilib bordik. Shu jarayonda biz mush bolamizni orisi yutlab ketib bir do'konni işte Talyan jambing uchirtib qoldik-da, voy, men kirib yeb boqamdiq dedi yo'lishim bo'ldi deb kirsak ta'min bek yaxshi ko'rdi. O'zim ajab ta'mi yaxshi kelib, men yeb shunday yoqtirdim. Shuna yo'lishim dedim. Men uygunaymi desam, sizni o'zingizning kasbi va bolamiz kichik. Siz yetişələrsiniz, çarçab qalasınız dedik. Atanız yenimizdə, balımız yaxşı qarab beriyotdi şuna. Mən qıb ketələyimə deyəndən keyin şunu öyrəndik. Şu jarayonda 13 gün balama yığlaydı, çıxıb imitib qoyma, yügürüb kirib yanında üyütdüm. Şu jarayonda yoldaşım sırtda oturup durdu. Saxlaydı. Jiroq ketəmək çünki ilq balı bək kiçikdə birdən ilq əmgisi gəlib getdi. Mən muştaqlı muşunu çögüləsəm uxub gitmədib ko'nglimda ashta qo'yilgan. Oddiy o'ylabsiz-da. Lekin bu undaq oddiy ish emasga, mushuni qilish jarayonida qo'llarim qozonli ishir tak ketibdi, nurg'un kuyib ketdi. Mush qo'llarim kuyib ketdi. Ananikin mush qozonning qishi turaverib isib ilqi beshim to'la og'ribdi. Shundoq bearam bo'ldim. Kecha uxlamay bolamni yutmay, kunduzi qatlim o'ginman o'rgandim. Shu jarayonda shunchalik jafo tatdiq qanday. Shu jarayonlarni boshdan kechirib ba'zi qiray baxtlik ailəyə erişdik. Əmdi muştaq seyturni yaxşı gördüğanlar, aşı seyni müşbit qatlap esi bulduna, göştürni yaxşı gördüğanlar bolsaq, göşlərimizni Toxu göşü. Toxu göşümüz. Ananikin bununla qeyizimizni ballarımızın bək yaxşı gördük, qeyiz qo'saq mı buldu? Ekber aka, muşiksin ki yemkarlaşıp qo'tqan işi qarab, muşiksin hikayesi bekara qizqib qolmuş. Qanatınız qal. Mən bir dostumның to'yida naqsha etmoqchi bo'lib, shom bilan naqsham dostumu dedim-da, mendan mushtaq naqsha etmoqchidim. Yaxshi ovoz tangshaydigan bir do'stlar bo'lsa, tanishtirib qo'ysam desam, shu yo'lishimning 5 ming berib ekan. Badam Meni loyib bağımğa, naqsh loyib qilib berib, ishxonamga. Göz loyib bo'lib ketdi. Naqsh loyib qilib men berib. kasbiy naqshchi emas, men sağlıq qilsangiz bo'lmaydi. Sen boshlab ketdim, sen boshlang deb. Keynimni qilib ish ketdim aytdim. Voy, siz rasmiy kasbiy naqshlarni yaxshi aytar ekansiz dedi shuni bilan. Yomon emas, men endi uni oshirib maqtab qo'ydim. Sağlığınızı bir deydi ha. Men sho'xli qiyami. Sho'xli qiyamini solmaysiz nima? Ha, sho'xli qiyami. Ananikin. Bu nima? Mau oq qaymoq. Qaymoq. Ananikin mau quymoqimizni mushaga sapimiz bo'yliqi yeganda ig'iz kirganda churik qoladi chiqadi. Kegidi xamirning o'zi yumshoq bo'lg'achqa, qattiq shuning bilan. Hozir mushu sizlar mushu bizga itib berayotgan mushu Talyan jambing bilan ayni vaqtda o'rgangan Talyan jambingning farqi bormi yoki sizlar o'zgartirish kirgizdinglarmi bunga? O'zimiz o'zlashtirib, bizga tilimizga yaqin ketishlik bo'lgan tamni o'zimiz izdandik. Demak, Xinjiang tamga kapslarda buni ha? O'zimizning mushadiki yeyish alaylikning asosan o'zlashtirib oldik hisobda buni. Biz paranglashqicha qatlimimiz intayin mezdik pishib. Yo'qda. Buni qatlashmi? Qarashqa pek oddiy ko'ringan bilan qatlashmi? Bir xeyli hunar ketadi. Yaxshi qatlamsangiz hammasi cho'lib ichib ketadi. Cho'qim inchik nuqtalarga diqqat qilish kerak ekanda. Buni qo'lni ko'tarib oldik ashbat. Men boshda o'rgangan qo'llarimni bekchiq ko'ydirib, mush qo'limni ham yig'irib ketgan. Hozir ko'ymaydi. Nima qatlima bugun bek o'xshab ketdi jinoq. Tayyor bo'ldimi? Tayyor bo'ldi. Buni endi
Yeyishimiz oson bo'lishi uchun cho'qim o'ttirdan kesir. Vah, undaqsa, ma güzelay qilganni bir tetib baqayla. Ta'mi o'zgacha ashqulta. Bu bak yeyishlik kerak. Mana o'qib, xamir nayt nefis, uning ustiga ichchiligi, say, ko'ktatlardan ham texnik o'zgacha. Unisiga abay quymoq sog'inib yaxshi shundoq bir xil churkak baraka. Kurush, ha? Uning ikki ma to'g'ri go'sht sog'inib bak yaxshi o'tadi. Go'sht bilan bu texnik yeyish bo'ldi. Bu haqiqatan yaxshi tamoqqa hamda abaytimi güzelay deb o'tdi. Ko'rman do'stlarimiz, garchi uyda bundaq qazonlar bo'lmasmi? O'zda shu go'shtdan qilgan bizning tovuq qazonlarda abayqadak mushtaq qiyam tayyorlanib, ulardan qilib mushtaq qurishlarni silib, tamlarni tayyorlab, bunda bir sinab baqsi bo'ldi-ku, ha. Sinab boqolmaydigan, masalan, hozir bizning turmush ritmimiz tez bo'lgan ekan. Masalan, mushtaq egrik titayotgan yoshlarimizni yana berib, işte eplam kelib qismi o'zing yana kerak, ehtiyojni qondira olar ekan, ha. Kainatda plan cheksiz. Ammo bizda birli plan bor. Shinjong Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani siz bizga baxt huzuri bag'ishlaydi. Taomlarning sarxili hayotingizning baxt baxsh huzuri planida. Planning esilligi dilingizda bo'lsin. Plan taomlarning ta'mi tilingizda bo'lsin. Taomning esilini planitda qayerda siz desa, men planitda der. Aylin oz guruhi plan musiqali taomlar restorani. Her faslning güzel bir hikayesi bo'lib, ana shu hikoyalar asdan chiqmaydigan ta'mlarni eslatib, har qitim fasl ichimligini ichganda chanqagan dillarim huzur topgandek, fasllar qo'yniga singib ketgandek his qilaman. Tomozdagi chanqaq dillarning huzuri fasl ichimligi. Hammamiz bilamiz, muhabbat dunyodagi eng go'zal hissiyot. Aşk meşqlar o'rtasida o'zaro qo'llash, o'zaro tushunish bo'lgan vaqtida muhabbat o'zining haqiqiy ma'nosini topadi. Shunday texnik go'zal turmush yaratgan bo'ldi. Shunday baraka. Shunday, albatta. Uningdan boshqa yana mushu aşk meşqlar yo'liqqan har qanday qiyinchilikni yengil bo'ladi. Shundaqmi? Abdusalam abaytim ancha-muncha yordamlashgan bo'ldi. Abaytim yoqdi, musiqat dedi, o'zini ijodiyatchi dedi. Zodi Abdusalamning qandaq bir karomatlari bor. Buni bizning programmamizning oxirida birlikda ko'rib baqsak qandaq bo'ldi. Xo'sh, qadrli ko'rman do'stlar, bizning tamoq pishti programmamizning bugungi soni mana bu yerda oxirlashdi. Programmamizning oxirida programmamizda yaqindan qo'yilgan fasl ichimliklarga ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Programmamizning kelak sondagi mazmunlari texnik sarxil kelak son programmamizni ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Xayr xo'sh. Hayotda shirin xiyollar bo'lg'inimi yaxshi. Ammo har narsaning normal bo'lg'ini yaxshi. Jinshang ichimlikini ichib turishni unutma. Elimizdagi dangliq korxona Huabi dorigarligi ishlab chiqargan Aylin oz Jinshang ichimligi. Aylin oz Jinshang ichimligi. Shinjong Aylin oz guruhi. Gülüm geldi yanımga, kuşal bulup barga, yüreğimni eritkende, süyüp kanmaylığınga. Gülüm geldi yanımga, kuşal bulup barga, yüreğimni eritkende, süyüp kanmaylığınga. Leyli